Navbatdagi misolimiz ASEF parallelogram deyilgan. ASEF mana bu parallelogram. Parallelogramda mana qarama-qarshi burchaklar bir-biriga teng bo'ladi. Keyin yonma-yon turgan burchaklarni yig'indisi 180 bo'ladi. SDE muntazam uchburchak deyapmiz. SDE mana. SDE muntazam uchburchak. Teng yonli uchburchak deyilyapti. Bu yerda BF. BF teng yonli uchburchak. Shulardan foydalanib x va y burchaklar topishimiz kerak ekan. Hop, mana ko'pchilikka ma'lum. Birinchi mana bu nuqtalardan tutashdan hosil bo'lgan uchburchak bo'yicha ketamiz. Muntazam uchburchak bitta burchak necha bo'ladi? 60. Bu ham 60. Endi x qo'shilgan 60 nimaga teng? 180 ga teng. Qo'shni burchaklar yonsa 180 bo'ladi. Shu yerdan x topib qo'yadigan bo'lsak 120 bo'ladi. Mana bu bitta masala. Ha? Shu yerda endi sal o'zimizni bosamiz-da. 120 bo'lsa mana jami ham necha bo'lish kerak? Mana 120 bo'lsa, parallelogram bitta burchagiga ham 120 bo'lish kerak. 120 dan 25 ta ayirib olamiz. Bittagi burchak necha bo'ldi? 95. 95. Mana teng yonli uchburchak, shudagi burchak 95. Asosiy burchak topish uchun 180 dan 95 ta ayirib 2 ga bo'lsak 22 kelib chiqadi. 180 dan 95 ta ayirsa necha bo'ladi? 82. Mayli, chiqadi. Y teng 42 yarim bo'ladimi? Bo'ldi. Mana shuni akiratsam bo'ladi.